oddiy oylikga ishlaydiganlarga ham arzon darvozalar bormi deganlarga albatta bor. 350 ming so'mdan 30 dona tayyor darvozalar bor ekan. Kvadrati 350 ming so'mdan ekan. Puliga yarasha xizmat qilib beradi. Yo'q, menga zakazga qilib bering deganlarga ham zakazga qilib beriladi. Bundan tashqari mana bu yerda eng qalin listlarda yasalgan tayyor darvozalarimiz ham chiroyli holatda qilib beriladi. Abdurahmon akam o'zlaridan bir vositadan ma'lumotlar olib o'tamiz. Bundan oldingi videomizga ham juda ko'pchiligi ma'qul kelibdi. Zakazlar o'z vaqtida zakazga ham va tayyoriga ham chiroyli holatda yasab beribdilar. O'zlaridan narxlarni so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Tayyori bormi deganlarga 350 ming so'mdan 30 ta tayyori bor. Kvadratda hamyonbop deganlarga, kotej qurayotganlarga. Xuddi shunday aka. Bundan tashqari shu qatorda hozir hamma darvozamizni aytib o'tamiz. Kimni uyga tushib oladigan bo'lsa, sizlarda uylaringga o'rnatib beriladi. Har xil qalin listlar bor, bundan tashqari pechatli bor. Bir vositadan tanishtiraveramizmi aka? Shundan boshlaymiz aka. Bu nechiga necha endi? Xo'p, darvozamiz shtamovka pechat darvozamiz, hamyonbop variantida. Xo'p, razmeri keladigan bo'lsa, eniga 3,5 metr, bo'yiga ham 3,5 metr. Aha. Xo'p, yon-nor qismlari 8 ga 6, stenasi 1,5 lik qalinlikda bo'lgan. O'ri qism profillar 6 ga 4, hop 1,2 lik qalinlikda. Listlarga keladigan bo'lsa, listlarimiz har doimgidek 1,3 lik qalinlikda bo'lgan. Hop, bu joylariga o'sha tillarang nirjavadan foydalanganmiz. Taglari o'sha odatiy shivillarda bo'lgan 8 lik. Hop, zubur zamohlar qo'yilgan. Aha. Hop, bu darvozamizni 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan O'zbekiston Yo'nalka viloyatidagi dastlabki ustanovkalari bor. Dastlabki ustanovkalari bor. Xo'p, endi aka bundan oldingi videomizdan ko'proq qatlarga zakaz chiqarib berdik. Xo'p, ko'pincha hop Samarqand, Payariq, keyin Buxorodan Samarqand Voson darvozalarini oldik. Aha, juda ko'p chiqarib berildi. Zo'r. Navbatdagi darvozamiz-chi endi? Xo'p, navbatdagi darvozamiz Turetsk Voson darvozamiz. Hop, darvozamiz razmeri keladigan bo'lsa, eniga 395, bo'yiga 360 bo'lgan. Aha. Hop, bu darvozamiz yon-nor qismlari o'ngun brusto bo'lgan, qo'riq qism profillari 8 ga 4, 2 listenada bo'lgan. Aha. Hop, listlarga keladigan bo'lsa, listlarimiz 2 listda, 2 qavatli variantda, tupli variantda bo'lgan. Hop, taglari shu shviler holatda bo'lgan. Demak, ancha-muncha yuk mashinalar kirib chiqadigan bo'lsa ham ezilmaydigan bo'ladi. Ezilmaydi. Xo'p, birinchi o'rinda qaranglar, ishda sifati qaranglar. Sifati juda ham chiroyli holatda. Xo'p, nimaga darvozalar arzon, qimmat, hamma joyda har xil. Birinchi o'rinda shu narsaga e'tibor beringlar. Darvozaning materialiga qarab, narxlari o'zgaradi. Misol shuni ham 10 millionga yasab qo'ysa bo'ladi. Shu turishini 30 millionga ham yasasa bo'ladi. Asosiy qalin yupqaligiga qarab, shumkaligiga qarab ketaveradi. Zo'r, nech puldan nech pulgacha chiqadi? Xo'p, bu darvozamiz kraskasi keladigan bo'lsa, matli holatda bo'lgan. Hop, bu joyi o'sha glansiy jentraning kraskasida bo'lgan. Glansiy. Hop, bu darvozamizni hozir mana shu turishi 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan. Hop, agar listini 1,8 litr qiladigan bo'lsak, 1 million 300 ming so'mdan olib chiqadi chiqaradi. Hop, endi buni отдельный eshigi chap tomonda bo'lgan kalitkasi. Agar katta mashinam bor, sploshniy kalitkasi ichida qilib bering deydiganlarga kalitkasini ichida qilib ham beraveramiz. Ichida qilib beraveramiz. Отдельный qilmasdan, stoyga qilmasdan. Kelishuvga qarab. Kelishuvga qarab. Undan tashqari shu darvozamiz ham qolib ketmasa, mana yangilik olib turgan, sotuvi eng ko'p bo'layotgan darvozalardan biri. Darvozamiz Samarqand Voson darvozamiz. 2025-2026 dan ham trenddan tushmayotgan darvozamiz. Hop, o'ta restoran variantda bo'lgan. Hop, bu darvozamiz razmeri eslab qolishsa, agar noboli tushib qolgan bo'lsa, hop, dastlabki ustanovkalar ichida O'zbekiston Yo'nalka viloyatiga. Razmeri eniga 3,47, bo'yiga 3,58 razmerda. Hop, ikkita yoniga 35 sentdan nalichga chiqqan nalichga, tevasiga 40 sent nalichga chiqqan. Hop, bu yon-nor qismlari o'ngun brusto bo'lgan, 3,5 stenada. Qo'riq qism profillar 6 ga 4, 1,8 lik qalinlikda bo'lgan. Listimizni qalinligiga keladigan bo'lsa, listimiz har doimgidek 1,8 likda bo'lgan. Hop. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1 million 350 mingdan 1,5 million so'mgacha chiqaradi. Chiqaradi. Qalin necha qavatliga qarab, qalin o'shamol 2 qavat 3 qavatliga qarab. Zo'r, shu turish tushib qolsa, narxini chegirmadan o'rnatib beriladi. Ideal holatda turibdi. Qaranglar, hamma yo'g'i cho'tka holatda. Arzoniga ham, qimmatiga ham o'sha Devokrasga yaxshisidan sochiladi aka. Xuddi shunday aka. Navbatda yana hamyonbop darvozalarimizni ko'rsatamiz. Xo'p, navbatdagi darvozamiz Haytey Voson darvozamiz. Xo'p, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 320, bo'yiga 360. Xo'p, darvozamiz yon-nor qismiga keladigan bo'lsa, yon-nor qismi 10 ga 5 profilda bo'lgan.
tagi qismi har doimgidek shiviller variantida bo'lgan. Hop, qo'riq qism profillar 6 ga 4, 1.8 qalinlikda. Hop, listlariga keladigan bo'lsa 2 qavatli tubli variant bo'lgan. Listimizning qalinligi ham shu 1.8 likda bo'lgan, plyusovoy. Hop, bu joylariga o'sha bezak qismiga nerjivegadan foydalanganmiz, qora nerjivegadan. Agar klient hop, tilla rangli yo ko'kimtiridan yo oq rangidan deyishadigan bo'lsa, klient xohishiga qarab qo'yib beraveramiz. Pul o'zgarmaydi, rangi. Pul o'zgarmaydi nerjivegasida. Nerjivega kerak emas deganlarga ham qo'yilmaydi. Qora glansiy kraskani sepib beraveramiz. Zo'r. Nech pul chiqadi endi? Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1.250.000 so'mdan dastlabki uстановkalari bor. Ya qoyil, zo'r sifatlari. Hop, pachinliklar qanaqasidan qo'yamiz endi aka? Hop, pachinliklarimiz shu 40 lik shandir pachinliklar qo'yamiz. Demak, yengil ochilib yopilaveradi. Yengil ochilib yopilaveradi. Yosh bolalar ham ochib yopaveradi, misol. Xuddi shunday shu. Hop, moylab beramiz, ochib yopganda muammo tug'dirmaydi. Muammo bo'lmaydi. Navbatdagichi? Hop, navbatdagi darvozamiz ishtampovka pechat darvozamiz. Hop, 1.8 list bilan 1.3 lik listimiz gibrid bo'lgan fasoni. Hop, menga hashamdor bo'lsin, puli arzonroq bo'lsin degan klientlarimizga hashamdor, yondor yonlariga shu 25 sentdan adnalishga chiqqan darvozamizga. Hop, darvozamiz razmeri eniga 3 metr, bo'yiga 3.30. Kalitka qismi o'ngda o'rtada bo'lgan. Hop, yondor qism stoygalari 8 ga 6 profilda bo'lgan, qo'riq qism profillari 6 ga 4, 1.5 ligida bo'lgan. Listlarimiz har doimgidek 1.3 lik listda bo'lgan. Bu joylariga shu qora nerjivegadan foydalanganmiz. Hop, bu darvozamizni 1 kvadrat metrga keladigan bo'lsa 750.000 so'mdan dastlabki uстановkalari bor. Agar kimgadir eniga 3 metr, bo'yiga 3.30 razmer tushib qoladigan bo'lsa, shu darvozamiz ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, olib borib uстановka qilib beraveramiz. Uстановka qilib beraveradi. Musofirda yurgan kukalarimiz ham bemalol ishonch tomonlab ishonsalar ham bo'ladi. To'lovda qilasiz, zakolat berasiz, qolgan borganda berishaveradi. O'rnatilib, ko'rib, tekshirib olganlaringda eshittirib sanab bersalar ham bo'ladi. Xuddi shunday. Hop, Dubay fasonimiz qanaqa bo'ldi? Hop, navbatdagi Dubay fasonimiz, hop, bu darvozamiz ham el nazaridan tushayotgan darvozamiz. Hop, bu darvozamiz razmeri eniga 380, hop, bo'yiga 360. Hop, bu darvozamiz yondor qismlariga keladigan bo'lsa, yondor qism profillari 10 ga 5 shvellerda bo'lgan. Hop, qo'riq qism profillar 6 ga 4, har doimgidek 1.8 likda bo'lgan. Hop, listlarimiz 2 qavatli 1.8 lik tubli variantda bo'lgan. Hop, bu darvozamizning kalitka qismi o'ngda, chekkada отдельный eshik bo'lgan. Hop, ko'pincha klientlarimiz agar razmer kichik 3.5 metr bo'ladigan bo'lsa, kalitkasini qanot ichida qilib beraveramiz. Ichida qilib berilaveradi. Hop, o'ngda chekkada deysa o'ngda, chapda chekkada deysa chap chekkada qilib beramiz. Zakazga qarab ketaveradi. Zakazga qarab ketaveradi. Hop, endi zamoyni alishtirib beringlar. Zubur zamoydan tashqari yana boshqa zamoylar bormi deganlarga-chi? Zamongini o'sha hop, dogovorga kelishaveramiz. Har xilidan bor. Har xildan qo'yib beraveramiz. Zo'r. Bu nech puldan nech pulgacha chiqadi? Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1.350.000 so'mdan dastlabki uстановkalari bor. Bor, a? Agar nobodo mana shu razmerimiz eslab qolsa eniga 380, bo'yiga 360. Nobodo tushib qolgan bo'lsa, olib borib uстановka qilib beramiz. Hop, telefon nomerlarimizda Telegram WhatsApplar bor. Agar zayni tushsa Telegramdan yozaverasiz, fasonlar tanlasangiz qilib beringlar. Yoki SMS yo Facebooklardan ham yozilaveradi. Xuddi shunday, agar musofirda yurgan akalarimiz hop Telegram yo WhatsAppdan aloqa chiqargan bo'lsa, hop uyda hop farzandlar yo bolalari lakasda tashlab bersa, borib behijobli o'lchab, hop zakalat 500 ming so'm, 1 million so'mmi o'zlarining ishonchlariga qarab zakalat berishaveradi. Qolganini borganda beradi. Qolganini darvozani uстановka qilib, yoqqandan keyin sanab berishaveradi qolgan pulni. Zo'r. Navbatdagi darvozamiz qanaqa? Navbatdagi darvozamiz, bu darvozamiz ham gibrid fason. O'sha 1.8 lik bilan 1.3 lik gibrid bo'lgan fasonimiz. Hop, bu darvozamizning razmeri hop, bo'yiga 3.30, eniga 3.60 bo'lgan razmerimiz. Hop, ikkita yoniga 25 sentdan adnalishga chiqqan darvozamiz. Adnalishga. Teva qismiga ham 25 sent adnalishga chiqqan. Hop, bu darvozamizda tahiya qismi yo'q, splashni ochiladi. Tevasiga o'sha havo aylanish uchun lazerdan foydalanganmiz. Bu darvozamizning yondor qismlari o'ngga brusda bo'lgan, qo'riq qism profillar 6 ga 4, bu ham 1.8 likda bo'lgan. Listimiz shu 1.8 dan 1.3 lik gibrid fasonida. Bu darvozamizning narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 1.200.000 so'mdan dastlabki uстановkalari bor. Bor, qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Hop, navbatdagi darvozalarimizga aytsak, bu darvozamiz egasi bor, sotilgan hozir. Bu darvozamiz ham 1 kvadrat metri 1.350.000 so'mdan qilib berilaveradi so'raganlarga. Xuddi shunday. Zo'r.
Xo'p, navbatdagi darvozamiz. Navbatdagi Istanbul ko'picha darvozamiz. Hop, bu razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 3 metr, bo'yiga 3,5 metr. Hop, bu darvozamiz ham gibrid fason darvozamiz. Teva qismi, lazer qismi 1.8 likda bo'lgan. Bu joylari shu 1.3 lik har doimgidek listida bo'lgan. Aha. Hop, bu darvozamizni 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan olib borib Istanbulga qilib beraveramiz. Bellarada. Juda ham chiroyli chiqqan, lazerlari hamma o'ziga yarashib turibdi. Xo'p, navbatdagi darvozamiz-chi endi? Navbatdagi darvozamiz high-tech kilisi darvozamiz. Bu darvozamiz ham skromniy, bachkan emas. Hop, bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 390, bo'yiga 3,5 metr. Aha. Yonlar qismlari 10 shvillerda bo'lgan, ikkita yoni tagi. Hop. Qo'ri qism profillar 6 ga 4, 1.8 likda bo'lgan qalinligi. Listlarimiz shu har doimgidek 1.8 lik, 2 qavatli tupli variantda bo'lgan. Hop, bu joylariga shu qora nержавейкаdan foydalanganmiz. Hop, kraskasiga keladigan kraskalari matviy holatda bo'lgan. Agar klient glansiy qilib bering, yaltiroq deydigan bo'lsa, yaltiroq qilib beramiz. Yo, xuddi shunday matviy holatda bo'lsin deysa, matviy holatda qilib beramiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1.250 ming so'mdan 1.350 ming so'mgacha holatda chiqaradi. Chiqaradi. Darvozalar ko'p, tanlov ko'p. Undan tashqari buni orqa tomonda ham hozir darvozalarimizni ko'rsatamiz. Undan tashqari qalinligiga e'tibor berasizlar. Orqa ko'rinishi, mana pachinliklari, baquvvatidan qo'yib beringlar. Va bu tomonda ham ikkita darvozamiz bor. Xo'p, navbatdagi darvozamiz Istanbul ko'picha darvozamiz. Aha. Hop, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.45, hop, bo'yiga 3,5 bo'lgan. Hop, kimda kim jiy tushib qoladigan bo'lsa, bu darvozamizda ham, misol, vaqtim yo'q, kutolmayman, safarga chiqib ketaman degan akalarimizga agar tushib qoladigan bo'lsa, olib borib Istanbulga qilib beraveramiz. Tayyor razmerda. Srochniy kerak deganlarga Shu eniga 3.45, bo'yiga 3,5 bo'lgan. Hop, yonlar qismlari 8 ga 6, 1.5 lik qalinlikda bo'lgan. Qo'ri qism profillar 6 ga 4, 1.2 likda bo'lgan. Listimiz har doimgidek 1.3 lik stenada. Hop, bu joylari shu qora nержавейкаdan foydalanganmiz. Hop, bejirim bo'lsin deb qo'llardan qo'yib qo'yganmiz. Tayyor shu har doimgidek 8 ta shvillerda bo'lgan. Aha. Chirish, ezilib ketish hisob olingan 8 ta shviller qilib berilgan. Hop, bu darvozamiz 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan 650 ming so'mga chiqaradi. Qalin tarashligiga qarab. Asosiy materialiga qarab rol o'ynaydi. Asosiy materialga hozirgi mana shu turgan darvozamiz 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan. Tayyor bo'lgan. Tayyor bo'lgan. Zo'r. Necha kun atrofida tayyor qilib beramiz? Xo'p, bu darvozamizni 15 kundan 20 kun muddatida qilib beriladi. Listli darvozalarimiz. Xo'p, listli darvozalarimiz muddatiga keladigan bo'lsak, 25 kundan 1 oy qo'l mehnatligi uchun. Qo'l mehnatligi uchun. Endi misol uzoqroq sal muddat aytishimizning sababi, xo'p, har xil holat vaziyat bo'ladi. Ha, endi misol 1 oy muddat oladigan bo'lsak, darvoza hop 25 kunda bitadigan bo'lsa, egasi 26-kun aloqaga chiqamiz. Ha. Demakchi, arentirdan olinadi. Arentirdan e'tibor berasizlar. Zo'r, qaranglar. Mana shu shumkali bo'lgan. Necha qavat bo'lgan bu? Xo'p, bu darvozamiz 2 qavatli, tupli variantda bo'lgan. Hop, bu darvozamiz oson darvozamiz. Eniga 380, bo'yiga 360. Ikkita yoniga 30 sm adnalikcha chiqqan bu darvozamizga. Aha. Hop, kaletka qismi chapda chekkada bo'lgan. Hop, darvozamiz yonlar qismlari har doimgidek shviller holatda bo'lgan. Qo'ri qism profillar 6 ga 4, listimiz shu 1.8 lik 2 qavatli variantda bo'lgan. Hop, bu darvozamizni kraskasi keladigan matviy holatda bo'lgan. Agar klient xohishimiz glansiy desa, glansiy qilib beraveramiz ham. Qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Aha. Hop, bundan tashqari yana hamyonbop darvozalar bormi deganlarga hozir yana sizlarga bir 6 ta darvozamiz ko'rsatib o'tamiz. Hop, 1 kvadrat metri 1.250 ming so'mdan, narxi 1.250 ming so'mdan 1.350 ming so'mga chiqaradi. Holatiga qarab. Zo'r, endi navbatdagi darvozalarimizni ham ko'rsatamiz. Navbatdagi darvozamiz bu yerda 3 ta bor ekan, aka. 3 ta darvozamiz bor. Razmerlari? Hop, darvozamiz reflonga darvozamiz. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 360. Aha. Hop, bu darvozamiz yonlar qismlari qalinlik stenasi 1.7 likda bo'lgan. Qo'ri qism profillar 6 ga 4, 1.5 lik qalinlikda bo'lgan. Listimiz har doimgidek reflonga listdan bo'lgan, qalinligi 1.3 likda bo'lgan. Aha. Hop, bu darvozamiz 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan chiqadi. Agar klientlarimiz bu listini 1.8 lik qilib bering, bir qavat qilib deydigan bo'lsa,
900 ming so'mdan qilib beramiz. Agar Qilib 8 ta lista bo'ladigan bo'lsa. 900 mingmi? 900 ming so'mdan. Zo'r. O'zayman. Navbatdagichi? Xo'p, navbatdagi darvozamiz, xo'p, pechat, shtampovka pechat darvozamiz. Bu darvozamiz ham razmeri eniga 330, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan. Yon qism profillari 6 ga 4, 1.5 lik qalinlikda bo'lgan. Qo'ri qism profillari keladigan bo'lsa, shu har doimgidek 6 ga 4, 1.2 lik qalinlikda bo'lgan. Listlari o'sha 1.3 lik qalinlikda. Bu darvozamizda 1 kvadrat metri o'sha 650 ming so'mdan chiqaradi. Zo'r. Shu holatda aytganimizdaqa tayyor deganlarga tayyor, zakazga deganlarga zakazga berilaveradi. Temir sohasi bo'yicha darvoza, perila, kazino, undan tashqari nima deydi? O'sha hamma rishotkalarimiz qilib beriladi. Rishyotka, barel, Shumkali naveslar, hamma yo'q, o'sha temir sohasida aloqa chiqishaveradi. kaziro ham qilib berilaveradi. Kaziro ham berilaveradi. Qilib beriladi. Hamma yoq qilib berilaveradi. Temir sohasi bo'yicha Shu Telegramdan yozishsa yo WhatsAppdan biz shu variantlarni tashlab beramiz. Kaziro, keyin o'sha barel. kelmoqchi bo'lganlarga adresimizni tushuntirib Xo'p, o'tsak. keladiganlarga adresimiz, lokatsiyani ham tashlab beraveramiz. 3 tuman Jidakapi qishlog'i. Aha. Andijon bilan Namangan trassa bo'yida. Telefon qilsa o'zingiz kutib olaverasiz. O'zim kutib olaman. Buni narxi nechga chiqadi? Bu darvozamiz razmeri eniga 390, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan. Kimgadir tushib qoladigan bo'lsa, xo'p, отдельный ish holatda bo'lgan. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 550 mingdan 650 ming so'mgacha chiqaradi. Chiqaradi aka. Hozir mash darvozamiz 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan. 550 ming so'm. Mash darvozamiz. Shu turishi 550 ming so'mdan. Pastda nomerlar qoldirdik. Arzon va sifatli darvoza olmoqchi bo'lgan do'stlaringga jo'natib qo'y va o'zlaring ham bemalol zakaz qilsalar chiroyli holatda qilib beriladi.